Hürmetli vatandaş, leksiyamızı davamlaştırırız. Bugünkü İstağış Kemal 20 yıl 8. ayının 10. günü. Önceki mavzumunda hürmetli vatandaş. Liji'nin kolga elingan naq meydana aşkarlandı. 7 nefer kişi devlet bexatarligi kanunuga çetişlik kolga elindi. Mavzulu haber 8. ayının 9. günü devlet sertatori ilan kılındı. Haber bundak başladı. Hong Kong sakçıları universal matbuatladı bundak görsetti. Sakçılar bugün ettigende yani 10. günü kolgaliş hareketine başladı. Az degende 7 nefer kişiye kolga elindi. Hemmisi Hong Kongluk erler idi. Bularning yaşı 39 bilan 72 yaş aralığıdaydı. Ular chet el kuyshlari bilan til biriktirib, davlat bexatarligiga xiloflik qiladigan aldamchilik qildi degan so'zga chetishlar qo'lga ilindi. Soqchi tarafdan qo'lga ilish harakati davomlashmoqda. Texmi ko'p odamlarning qo'lga ilinishini chetga qoqqili bo'lmaydi. Qoqqili. Bundan başqa Shanghai Hong Kong xalqi to'g'ri munda xabar qildi. Hong Kong soqchi taraf 10. kuni etdiganda Yimchuan matbuotining xo'jayini Li Jingyingni qo'lga oldi. Bundan burun munda xabar qilingan edi. Bu yil 7. ayda Shanghai Hong Kong soqchilari Li Jingying qatorli kishilar chaqiriq avatgan. Onun mahkeme kelib savol-so'roq qabul qilishini va Tungnuvandagi qanunsuz yig'ilishini tushuntirib qo'yishini talab qilgan edi. 72 yosh kirgan Li Jingying bu chaqiriq 7 xil jinoyat javob berishga duchor bo'ladi. Yana bir xabar hurmatli vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo Kompartiyasini embargo qilishida ikkinchi dolqi yetib kelandi. Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati 8. ayning 7. kuni Li Jingyingni o'z ishchiga olgan Hong Kongluk 11 nafar kechiringlar. Li Jingyingni o'z ishchiga olgan kechiringlar. Hong Kongluk 11 nafar amaldorga embargo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi shu kuni bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Hong Kong uchun davlat bexatarligi qonuni Hong Kongning bexatarligini qo'g'daydi deb chiroyli ataldi. Amaliyotda Hong Kong demokratiyasini bostiradigan quroldir. Ya'ni Hong Kong uchun davlat bexatarligi qonuni Hong Kong demokratiyasini bostiradigan quroldir. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 8. kun Twitterda fikr qoldirib, mundaq ko'rsatdi. Jungoga ogohlantirib qo'yaylik-ki, embargo qilish faqat bir qatimda to'xtab qolmaydi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 8. kuni Twitterda fikr qoldirib, mundaq ko'rsatdi. Dunyo xalqi Jungo Kompartiyasining fuqarolarni qanday kontrol qiladiganligini allaqachon ko'rib yetdi. Jumladan Shanghayda, Hong Kongda demokratiya erkinligi uchun kurash qilgan kishilarning Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarni bostirish qatorliqlarni dunyo xalqi ko'rib yetdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Hong Kong xalqi Jungo Kompartiyasining bostirishiga uchraganda Amerika qo'lini qo'yishtirib qarab o'tirmaydi. Davlat ishlar kotibi Jungo Kompartiyasiga ogohlantirish berib mundaq ko'rsatdi. Embargo qilish faqat bir qatim bilan to'xtab qolmaydi. Biz yaqinda leksiyada sizlarga nima deb so'zildik? Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro diniy erkinlik mahkamasining, ya'ni HWTish mahkamasining boshlig'i John Barsa kanima kubalik
Şundaq dedi. Uygurlarning e'tiqodi sababli Uygurlarni bostiriyotidy Xitoy hukumati. Amerika Qo'shma Shtatlari buningga qo'l qo'yishtirib qarab tura olmaydi. Bugun nima dedi davlat ishlar katibi Mike Pompeo? Xitoy hukumati Shanghai, Hong Konglikni bostirsa buning qo'lni qo'yishtirib qarab turg'ili bo'lmaydi. O tarafda Uyg'uriston mustamlika Şinjan, bu tarafda Shanghai. Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi tashqi siyosati markazlashgan.